Bu telefonni tushungan odam qo'limda qanaqa monsterni ushlab turganimni yaxshi tushunishdi. Ha, bu sizlar o'sha o'ylagan Red Magic 11 Pro. Bu telefon emas, bu qo'lingizdagi uyg'ongan monster har jihatdan. Unda 144 Hz ni qo'llab-quvvatlovchi 685 dyuymlik AMOLED ekrani mavjud. Sensor teginish 3000 Hz, multibarmoq 360 Hz. Bu telefon ham sizning harakatlaringizga ham yuragingizga tebiranishiga javob beradi. Ichida bilasizlarmi qanaqa protsessor turibdi? Qualcomm Snapdragon 8 Li Gen 5 Plus. Bu protsessor eng oxirgi protsessorlardan hisoblanadi. Redcore AirTour Gaming dvigateli 4-6 GHz gacha yetadigan kuch-quvvat. Tezkor xotirasi esa 12 GB, yana 12 GB ichki xotiradan qo'shib olsangiz bo'ladi. Umumiy hisobda 24 GB lik tezkor xotira, 256 GB lik ichki xotiraga ega. Akkumulyatori 7500 mAh. Kunlab o'yin, stream, video ijod, charchish yo'q. Tezkor zaryadkasi esa 80 Watt. Bu smartfon juda qisqa vaqt ichida zaryadkasi to'liq quvvatlanadi, ammo kuch faqat quvvatda emas. Ichida Aquacore cooling system, suyuq sovutish plus bug kamerasidan tortib 24000 RPM turbofan, ya'ni ventilyator mavjud. Korpus ichida esa grafen mis plitalar yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi bilan haroratni ushlab turadi. Qanday jang, qanday o'yin o'ynashingizdan qat'iy nazar bu smartfon o'zini mag'rur tutadi. Unda ikkita stereo karnay mavjud, 3.5 mm mini jack ham mavjud. Tugmachalari 4D haptik motor, RGB yoritish. Bu telefon faqat o'yin uchun emas, uni siz o'yin ham, stream ham, kreativ kontent ham qila olasiz. Shunday ekan, Red Magic 11 Pro bu qudratli apparat, kuch va texnologiya uyg'unligi. Siz o'yin boshlaganingizda ekrani shunchalik yorqin bo'ladiki, hattoki o'yinda ichiga kirib ketgandek bo'lasiz. Siz stream boshlaganingizda dunyo sizga quloq soladi. Siz uzoq sessiyalarga kirganingizda sovutish tizimi sovuqlik saqlaydi, batareya dubulg'a kabi chidamli bo'ladi. Bu telefon faqat smartfon emas, bu hayajon, kuch-qudrat va barqarorlikning monster kombinatsiyasi. Bu smartfonni narxini bilish uchun kommentariyada 11 sonini qoldiring. Shaxsiy xabaringizdan narxlar yozilgan Telegram kanalimizda tashlab beramiz. Agar juda ham shoshayotgan bo'lsangiz, profilimiz biosida turgan Telegram kanaldan kirib ko'rib olishingiz mumkin.